Assalomu alaykum vatandoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman hammalaringizni. O'zbekistonimizni qilib, meni ham qo'llab turgan bo'lsanglar, sizlardan bir narsa so'ramoqchi edim. Oltin, kumushlari qanaqa bo'ladi deyishadi bir xillar. Mana shu kecha bankada qilgan ishlarimni ko'rsatdim. Mana arzorga chiqardim. Mana o'sha narsa hozir ko'rsataman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha narsa yaxshilab yuvdim, mana ko'ryapsizlarmi? Undan keyin kumushni qanaqa oladi deydi. Mana kumush. Mana ko'ryapsizlarmi? Kumushni qanaqa olishni ko'rsanglar, uni ham arzorga qilib chiqaraman kumushlar. Mana hozir o'lchaymiz kumushni ham. Qancha qilganimni ko'rsataman. Bu просто men ikkita donasini ko'rsatyapman sizlarga. Tamom. Mana qarang. 5 grammi 77 chiqyapti. Endi mana qarang, 00 turibdi, 00. Endi bunisini taylayman. 323 chiqyapti gram. Endi ikkalasini qo'yamiz. 899 chiqyapti. Past 9 gram chiqyapti mana. 9 gram chiqyapti. Ko'rdinglarmi? Xalqim, kumushni. Mana shu qo'limda ishlab turgan oltinlarim mana shunday telefonlardan chiqadi. Mana ko'rib olinglar. Telefonlarni kimga bermanglar boyliklaringizni. Mana ko'ryapsiz. Men arzor qilib ko'rsatib berdim. Mana shunda tayyorlashdi. Azotni topolmasanglar, limonli prikristi, vodorod anonsini ham ko'rsatib boryapman. Mana oltinlar qo'limda turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bankada tayyorlaganim mana shu narsa bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Kichkina juda bo'ladi, normalniy bo'ladi. Mana sizlarni hammalaringizni yaxshiman kutib qolaman. Quvvatlab qo'llab turganlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham shunday boyib ketinglar. Allohim, men qizg'onmayman. Allohdan yo'shintirmaganman, bandadan yo'shintirmayman, o'rgatishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Renat Hoji. Kommentariyaga faqat yozmanglar, ovoz xabar taylanglar. Men yozishga, o'qishga vaqtim yo'q. Ovoz xabar taylanglar, men atvis qaytaraman. Millionta odam kiradi, men qaysi birini qilishga, o'qishga ham vaqtim bo'lmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana oltin. Kimga shunday narsa qiziqish bo'lsa, mana pожалуйста, mana internetda kuzatib borayotgan bo'lsanglar, shu bilan qilinglar, shug'ullaninglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kutib qolaman gaplaringizni.